Avvaliga tep-tez qilmalar. Ertaga noy kafega ketib olib yutib qo'ydilar. Nigina yugurib yurganini ko'rsanglar, dumi kuygan tovuq borib, shundan battar. Round 1. Fight. Mehmonlar kutib olyapti-da, lekin kassasiga qo'shilmasligini tushunolmayapti. Chunki prямой efirimizda kelishdi, yutgan insonlar kelishdi. Kassaga hisobga o'tmaydi, Liginaxon. Birinchi shotim 343 ming. Birinchi shotim 726.800 bo'pti. Hozir endi ko'ramiz nech pul menga choy pul tashab ketyapti. A few moments later. Birinchi chekimdan 4000 chivi qolib ketibdi. To'g'risini aytsam, Meniki birinchisi. 7000 bo'ladi. Ha, 3000 zdachib berishim kerak kassaga. O'zi zakaz olib bunaqa ofitsiant bo'lib ishlash, mana rostini gapirdim hozir oson emas ekan, chunki so'ysa ham qasob so'ysin ekan. Sizlarni ishinglarni qanchalik og'irligini o'zim his qilib ko'rdim. Qornim och, to'g'risi ikkita stovim bor. O'shalarga hattoki ulgurmayapman. Qarzakada hozir menimcha 3 ta 4 ta bo'ldi. Mazza qilib yurdilar. Ko'chada. Xullas, biz ishladik va biz charchadik. Juda ham charchadik. Nigina charchadi. Bo'pti. Nigina 3 million 200 kassa qildilar. Meniki 4 milliondan ozgina oshdi. Lekin chiviga keladigan bo'lsak, nech pul topdingiz? 100 mingga 150 mingcha bo'ldi. Meniki 200 mingga yaqin chivi bo'ldi. Так что bu battleda o'zingizlar ko'rdinglar kim yutganini. Lekin tan olish kerak, Nigina boshida ozgina uyaldilar, lekin oxiriga shunaqa kirishib ketdilar. Mehmonlar bilan hattoki o'tirib birga choy ham ichib stolda. Bilmayman joyi bormi yo'qmi? Так что yoshlar, uyalish kerak emas, bu ham bitta kasb. Albatta. Va o'zinglarni albatta sinab ko'ringlar. Endi bitta challenge e'lon qilsak. Bir haftada demayman, bir oyda 2-3 marta Saji restoranida va Burger Lounge restoranida takoy collab qilamiz deb birga ishlaymiz. Kelib, bizlarni xizmat ko'rsatishimizni tekshirib ketasiz. Zo'r bo'lardi.